قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Biz bugun 26-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda biz fe'lninki boblari bilan butunlay tunishib chiqamiz. Ya'ni biz fe'lning boblari bilan bugungi darsimizda xo'shlashamiz. Biz ilgirki soatlik darslarimizda fe'lninki boblari bilan tunishib chiqib, ilgirki soatlik darsimizda istaf'ala yastaf'ilu babini o'rgangan. Istagfara yastagfiru, istaqbala yastaqbilu deganga o'xshash. Biz bu choq qadar Sulasi mezid babınınki 10 babını öğrenip bulduk. Sulasi mezid babı cemi 12 bab. Demek biz öğrenmeyen 2 bab kaldı. O qaysi 11-incisi if'av'ala, i'şavşaba deyen qoxşaş. 12-incisi if'avvala, if'avvala. Demek biz mana bugün Sulasi mezid babı bilen hoşlaştık. Demek fiil sulasi rubai 3 harflik ve 4 harflik deb 2'ye bölünüdü. 3 harflik yani sulasi mujarrad ve mezid deb 2'ye bölünüdü. Mujarrad 6 bab. Mezid yani sulasi mezid 12 bab. Demek biz sulasi fiilini öğrenip bulduk. Endi biz bugün rubai fiilden tunuşup çıkımız ve bugün bunun bilen mi hoşlaşımız. Rubai fiil deganimiz asli 4 harf bo'lgan fiilni biz rubai fiil deymiz. Yani 4 harfdan tuzilgan fiilni. Masalan fa'lala desek fa'alala degan bu o'lchamda qancha harf bor? 4 harf bor. Xuddi tarjama. Tarjama desek bunun da 4 harf bor. Mana biz buni 4 harflik fe'l, ya'ni rubai deb ataymiz. Endi bu rubaimi xuddi sulasiga o'xshash, rubai mujarrad va rubai mazid deb ikkiga ayriladi. Rubai mujarrad deganimiz asli 4 harf bilan ko'paylangani, rubai mazid deganimiz asli 4 harfga 1 yoki undan ortiq harflar ortiq bo'lib qolganda biz rubai mazid deb ataymiz. Endi rubai mujarradning babi faqat bir babi bor. U qaysi? Fa'lala. Rubai mujarradning faqat bir babi bor. Fa'lala. İkinci turi rubai mazid. Buningki 3 babi bor. Bu 3 babningki bir babga 1 harf ortiq qilingan, 2 babga 2 harf ortiq qilingan. Ya'ni sulasi mazidninki 3 babi, birincisi tafa'lala. Bu asli 4 harfga bir dana lam ortiq qilingan. İkinci babi sulasi mazidning if'alalla. If'alalla. Bunga 2 dana harf ortiq qilingan. Asli 4 harfga 2 dana harf ortiq qilingan. Üçüncüsü if'anlala. If'anlala. Xuddi ihranjama deganga o'xshash. Bunga o'xshashlar 2 harf ortiq qilingan. Mayli 2 harf ortiq qilinsin, mayli 1 harf ortiq qilinsin, buning hammasi harf ortiqlan bo'lib qolsa, rubai mazid deb ataladi. Demak, biz fe'llarni sulasi, rubai deb 2ga ayirdik. Sulasini mujarrad va mazid deb 2ga ayirdik. Sulasi mujarradning 6 babini o'rgandik. Sulasi mazidninki 12 babini o'rgandik. Uningdan keyin rubai fe'lni mujarrad va mazid deb 2ga ayirdik. Buning rubai mujarrad babining faqat bir babini o'rgandik. Rubai mazidning 3 babini o'rgandik. Shuning bilan bizningki fe'lninki boblaridan tunishimiz bugungi dars bilan oyoqlashdi. Endi bugungi darsimizda bugun o'rgangan sulasi mazidninki 2 babi, rubai mujarradning 1 babi, rubai mazidning 3 babining misollari bugungi darsimizning tekstida va mashq ko'nikmalarida ko'p uchraydi. Sizlar bunga diqqat qilasizlar. Bu qaysi fe'l, qaysi bobdan bunga alohida diqqat qilasizlar. Endi bugungi darsda ikkinchi qilib yana bir o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda damirul fasl. Endi arab tilida damirul faslda bir damir bor. Bu qanday fe'l, qanday damir, nima uchun damirul fasl deb ataldi deganda biz buni tushunish uchun oldin tuandagi misol qaraylik. Hada najihun. Bu nima degan gap? Bu imtihondan o'tguchi yoki bu utuq qozong'uvchi degan gap. Chunki najihning imtihondan o'tguchi va utuq qozong'uvchi degan ikki xil ma'nosi bor. Mayli qaysi xil tarjimani beraylik, hada najihun degan gap bu hada mubtada bo'ladi, jumlaning egasi bo'ladi. Najihuncho xabar bo'ladi. Buni ayt uchuq. Endi bu najihga aliflarni birga akirsak, hada najihu bo'ladi. Hada najih bu utuq qozong'uvchi degan bo'ladi. Bu vaqtda hada
mubtada bo'ladi. An-najih hadadan badal ilingan so'z bo'ladi. Demak, hadaga tabi qo'shimcha bo'ladi. Hada mubaddal badal ilinguvchi, najih badal bo'ladi. Bu yerdagi mubtada xabarlik bu yerga kelgan vaqtida badal mubaddallik, ya'ni tabi' matbu'liq holatga o'zgarib ketdi. Endi biz bu an-najih degan so'zni mush aliflamlik holatida turib xabar qilmoqchi bo'lsak, bu badal mubaddallik tabi matbu'liqning ayirish uchun, o'ttirisini ayirish uchun bir dona domirni akilib, bu ikkisining o'ttirisini ayirib etsak bo'ladi. Masalan, hada huvan najih. Hada huvan najih. Mana bu utuq qozong'uchi. Endi buning tarjimasi o'xshamaydi. Mana bu utuq qozong'uchi degan bo'ladi. Bu vaqtda jumlaning tarkibi hada mubtada huwa damirul fasli. An-najih xabar bo'ladi. Demak, bu damirul fasl ayirish damiri deb nima uchun atadiq deganda, bu badallan mubaddalning o'ttirisini ayiradi. Ayirib badalni xabar, mubaddalni mubtada qilib, ikkisiniki badal mubaddal bo'lib qolmaslik uchun ayirish uchun keladi deymiz. Bu ba'zida badal mubaddalning o'ttirisini ayirish uchun kelsa, ba'zida sifat bilan mavsufning o'ttirisini ayirish uchun keladi. Demak, bugungi darsimizdagi yana bir mazmun mana shu. Endi qolgan mazmunlarni biz tekstni o'qib bo'lgandan keyin ko'nikmalarni ishlash jarayonida so'zlab boramiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu as-sadis wal 20. 26 dars. Al-mudarris o'qituvchi. Ya Ammar, hada huwa al-kutayb alladhi uridu tarjamatahu ila al-lughati al-fransiyya. أتستطيع أن تترجمه؟ إيه عمار هذا هو الكتيب. قرأنا معنى بو فرانسوس تلغا ترجمة قلشني خالغان كتابچه. ما onu فرانسوس تلغا ترجمة قلشني إرادة قلغان خالغان يعني ياكي قلماقچı بولغان كتابچه. كتيب بولسن بولو كتابچه. أتستطيع أن تترجمه؟ onu tercüme qilishga qodir bo'la olamsiz. Istata yastati'u qodir bo'lur. Ya'ni buni qila olamsiz degan tarjimasini qilamiz. Uni tercüme qila olamsiz. Astati'u bi'awnillah. Allohning yordami bilan qila olayman. Faqat tarjamtu qabla hada iddatu kutubin islamiyya. Buningdan ilgari idda degan gap bir qancha degan gap. Bir qancha islomiy kitoblarni tarjima qildim. أريد أن أوزع الكتيب المترجمة على إخوان حديث العهد بالإسلام. أريد أن أوزع الكتيب المترجمة. ترجمة قلنغان. مترجم بوسا ترجمة قلنغان. ترجمة قلنغان كتابچلاني tarqitishni xohlayman. Ala إخوان حديث العهد بالإسلام. İslamga davri, zamani yangi qarindoshlarimga tarjima qilingan kitoblarni tarqitishni xohlayman. Islomga davri yangi qarindoshlarimga tarjima qilingan kitobchalarni tarqitishni xohlayman. Idan utarjimahu fi aqrabi vaqtin mumkin inshaalloh. Idan undaqda Alloh xolisa yaqin vaqt mumkin vaqtin mumkin qadar yaqin vaqtda uni tarjima qilaman. Ya Ammar, ey Ammar, innaka tujidu al-lughata al-fransiyyata wa tatakallamuha kama yatakallamu ahlu Fransa. Ey Ammar, innaka sen haqiqatan fransuz tilini tujid degan gap yaxshi so'zlaysa degan gap, yaxshi qilsa, fransuz tilini yaxshi qilsa va tatakallamuha va so'zlaysa u fransuz tilini kama yatakallamu xuddi Fransiya ahli degan gap, fransiyalik so'zlagandek so'zlaysa. Ahli degan gap lek egalari ahli degan gap. Fransiya ahli so'zlagandek degan gap, fransiyaliklar so'zlagandek so'zlaysa. Afa'ishta fi Fransa? Fransiyada yashadingizmi? Na'am. Inni wulidtu wa nasha'tu wa tara'ra'tu fi Paris. Shundaq, innani haqiqatan men tug'ildim. Nasha'tu degan gap
O'sib yetildim. Va tara'rat. Cho'ng bo'ldim Parijda. Men Parijda tug'ilib, cho'ng bo'lib o'sib yetildim. Tara'ra degan gap o'sib yetildi degan gap. Li'anna abi kana ya'malu hunak. Chunki dadam kana idi ya'malu hunak. O'sha yerda ishlaydi. İnnehu baqiya fi Fransa 15 sene. Hakikaten o baqiya qolib qoldi Fransiyada 15 yil. هذا هو السبب. Mana bu sebep. اقرأ الآية يا أحمد. أحمد ayetlerini oku. بعدما يستعيذ. أعوذ بالله دين كين. يستعيذ. أعوذ بالله دب بغندين كين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإذ قال إبراهيم İbrahim Aleyhisselam dedi Rabbi erini Rabbim belki Rabbi asıl Rabbim de mütekellimden yasıba bu yakında kılgan çüp ketkene ama şu yerde ba haleti tercüme kılımız. Rabbim erini kösetkin bana keyfe tuhil mevte ölüklerini kandak tırıldırırsa ölüklerini kandak tırıldırırgallıkını bana kösetkin. Kal dedi Allah Teala evvelem tu'min şemmemse قال بلا يا قاي يعني işini men ولكن ليطمئن قلبي lekin kalbimning orom tepishi uchun. Endi bizga va iz deganga tarjima qilmadik. Nimishqa deganda buning biz mashqda ayrim so'zlaymiz. Shu vaqtda diqqat qiling. Allohu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah nezzele çürüdü sözünün en güzelini. Kitaben muteşabiha. Oxşap ketadigan kitap kılıp, yani onun kıssaları tekrar kılıp, birisi biz oxşap ketadigan kitap kılıp sözünün en güzelini çürüdü. Taqsha'irru minhu. Taqsha'irru degan gap titraydi. Qo'rqinishdan titraydi. Minhu o kitobdan juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ularning Robbidan qo'rqadigan kishilarning tirlari o kitobdan titraydi qo'rqinishdan. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Ondan ularningki julud nomasi tir degan gap, ammo bu yerdagi maqsad badan degan gap, ha. Ondan keyin yumshaydi ularning badallari va qalblari Allohning zikriga yumshaydi. Zalika hudalloh yahdi bihi va yash. Ana ashu zalika ashu hudalloh Allohning hidoyati. Yahdi bihi boshlaydi u hidoyatga may yasha xolgan kishini. Va man yudlilillah kimiki ozdiradigan Allah, ya'ni kimni Allah ozdiradigan fama lahu min had. Yo'q uning uchun had hidoyat qiluvchi yo'q. Şunun için her vakit Allah'tan hidayet erişimiz gerek. وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Allah zikr kılınsa, Allah tilga ilinsa, yalğız alette işme'ezzet, sıkılıdı. İşmezdi dedim, sıkıldı dedim gap. Sıkıldı o ahiretke işenmeydiganlarning qalblari. Allah'nınki gibi, Allah degen söz, Allah'ның ayeti, Allah'ның kalami sözlense, on qalblari sıkıldı. Kim kishi sıkıldı? Allah işenmeydigan kafirlarning qalblari sıkıldı. Ve izâ zukirellezîne min dûnihi. Allah'ның tündin bo'lgan kishilar va narsalarningki sözlense, Allah'ın tündün bo'lgan kishilar va sözlense, Allah'ның gibi qilinmay, boshqa bir gap qilinsa, unda har qanday narsa Allah'ның tündü bo'ladi. Sözlense, idahum yastabshirun. Qarg'udak bo'lsa, bu yerdagi ida hujaiyaning, ha? Qarg'udak bo'lsa, hum yastabshirun. Ular qo'shilib ketadi. Allah'ның gibi chiqsa, yuragi siqilib ketadi. Onun boshqa har qanday bir ma'bud yoki bir maxluqotlarningki, yoki cho'ng bo'ladigan bir narsaning gibi chiqsa, qo'shilib ketadi.
Yadkhulu rajulun ve yusallimu. Bir adam kirdi ve salam qiladi. Ba'dama yaruddu at-tahiyya, salamni qaytirib bo'lgandan keyin ya ikhwan, ey qarindoshlar, hada huval muraqibul jadid. Mana bu yangi kuzatchi. Man kana ladayhi su'alun falyas'alhu. Kimiki kana ladayhi bo'lsa, uning qashti sual bo'lsa, falyas'alhu. Uningdan so'rasin. Ya sheyx, minna man yuridu an yashtarika fi mu'askaril jami'a. Minna, buradagi min tabiiz ma'nosi bor. Bizdan ba'zilarning degan bo'ladi. Minna bo'lsa, na degan biz, min bo'lsa din. Bizdan man yuridu universitet lageriga qatnashishni xohlaydi g'allaba. Bizdan universitet lageriga qatnashishni xohlaydi g'allaba. Afa yusajjilu ismahu ladayka al-an. İsmini hazır sizning qashingizda tizimlatamdi. Naam, shundaq. Hada va uridu an adullakum. Xohlayman boshlab qo'yishni sizlarga bir ishqa. U ishda ba ajr inshaalloh. Alloh xolasa ajr ba ishqa sizlarni boshlab qo'yishni xohlayman. Min tullabil ma'had man hum bihajatin ila musa'ada. İnstitut o'quvchilaridan man hum bihajatin ila musa'ada. Yordamga ehtiyojliklari bor. Man degan kishilar kim shunday? Man hum yordamga ehtiyojli bo'lganlari bor deymiz. Man hum. Bir kishilar borki, ular bihaja, hojatman yordamga degan gap. Man degan gap bir kishilar borki, hum ular hojatman yordamga. Ya'ni institut o'quvchilaridan yordamga ehtiyojlari bor. Fasa'iduhum mimma atakumullah. Fa sababi ana. Shuning uchun sa'iduhum ularga yordam qilinglar mimma atakumullah. Alloh sizlarga bergan narsalardan. Man arada yusa'idahum falyattasil bi amin sunduqil bir. Kimiki ularga yordam qilishni xohlasa falyattasil bi amin sunduqil bir. İani sanduqi mas'uli bilan aloqalashsin. Bugungi darsimizningki tekst mushiyat oxirlashdi. Endi biz ko'nikmasini ishlaymiz. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob. Bu sizlarga topshiriq ko'nikma. Limaza yuridul mudarrisu tarjamatal kutayyib? O'qituvchi nimishqa kichik kitobchani tarjima qilishni xohlaydi. Ayna wurida Ammar? Ammar qayerda tug'ildi? Va ayna tarara? Va qayerda o'sib cho'ng'ildi? Kam sanatan baqiya abuhu fi Fransa? Uning dadasi Fransiyada qancha yil qoldi? Qancha yil turib qoldi? Ikkinchisi, endi biz fe'lni sulasi va rubai deb ikkiga bo'lgan. Al-fi'lu imma sulasiyyun va imma rubai. Fe'l ya sulasi bo'ladi, ya rubai bo'ladi. Fa-sulasiyyu, sulasi deganimiz ma fihi thalathata ahruf asliya. Uningda asli 3 harf bo'lgan. Kataba, sallama, inkasara degan o'xshash. Biz buni o'qib bo'ldik. Vaqat darsda o'qib bo'ldik. Ya'ni sulasi mujarrad ulamda kataba degan o'xshash. Sulasi mazid ulamda sallama, inkasara degan o'xshash. Biz buni o'qib bo'ldik. Amma rubai fama kana fihi arba'atu ahrufin asliya. Uningda asli 4 harf bo'lgan. Va huwa imma mujarrad va imma mazid. U ya mujarrad ya mazid. Fal mujarradu lahu babun wahid. Mujarrad uning bir babi bor. Waznuhu fa'lala. Uning o'lchami fa'lala. Biz buni darsda bir so'zlik. Xuddi tarjima deganga o'xshash, tarjima qildi. Ba'thara deganga o'xshash, harvala deganga o'xshash. Buning hammasi fa'lala o'lchamiga tushadi. Rubai fi'llar. Tarjima qildi, ba'thara ostin qildi, qolaymaqon qildi, ostin qildi degan gap. Harvala yugurdi. Sokuldab yugurdi degan gap, Dahraja domalatdi, yumaloq narsani domalatdi, ustundan ostiga domalatdi. Farqa degan gap qo'lni qas qildi, qas chiqadi, qo'lni chiqadi. Yana bir ma'nosi sharning etilib ketishi, balonlarning etilib ketishi, to'pning etilib ketishi. Farqa deymiz. Etilib ketdi degan ma'nosi, ya'ni qo'lni qas chiqadi degan ma'nosi bor. Zalzala yer tarafida. Vasvasa qildi.
qahqaha degan gap, qaqaqlab kuldi degan gap. Demak, bu fi'llarning hammasi fa'lala o'lchimida. Ya'ni rubai mujarradning bobidan. Rubai mujarradning bir bobi bor. Val mazid, rubai mazidninki lahu thalathatu abwab, uning 3 bobi bor. Ular birinchisi tafa'lala. Xuddi tara'ra degan gap, cho'ng bo'ldi degan gap. Tamadmada degan gap, ig'izga suv oldi degan gap. Tadahraja degan gap, yumildi. Dahraja bo'lsa yumiladi degan bo'ldi. Tadahraja bo'lsa yumildi. İkinci babi if'alalla. Bu rubai mazidninki ikinci babi. İtma'anna, ishma'azza, iqsha'arra deganga o'xshash. İtma'anna degan gap aram topdi, qalbi aram topdi, xotirjam bo'ldi degan gap. Ishma'azza degan gap siqildi degan gap, yuragi siqildi degan gap. Iqsha'arra degan gap qo'rqinishdan titredi degan gap. Titredi qanda sovuqdan emas, qo'rqinishdan titredi degan gap. Üçüncüsü if'anlala. Xuddi ihranjama, ifranqa deganga o'xshash. Ihranjama degan gap ijtama'a, to'plashdi degan gap. To'plashdi. Ihranjama to'plashdi. Ifranqa degan gap tarqab ketdi degan gap. Endi sizlar darsdan mushu rubai mujarradning bir babi va rubai mazidning 3 babiga mos keladigan fi'llarni topib chiqsizlar. Bu sizlarga topshiriq. استخرج من الدرس الأفعال الرباعية ومشتقاتها واذكر باب كل واحد منها. درستن رباعي بيانين çıqırın, استخرج çıqırın ve müştaqqatiha, onun müştaqlarını çıqırın. Yani onun münasebetli bo'lgan ism fa'il, ism maf'ullarını çıqırın ve onundan her birinin babını sözləng. Rubai'nin qaysi babidir? Mujarradning bir babidirmi? Rubai mazidninki 3 babının qaysini bunu topib chiqsizlar. Üçüncüsü teammelil emsile. Misalni mulohaza qiling, ondan keyin komlerini to'liqlang. Bizga bu yerda mazi, mudori, masdarni berdi. Shuningga o'xshash qolgan fi'llarni yasaymiz. Tarjima, tarjima qildi. Yutarjimu, tarjima qiladi. Tarjima, tarjima qilish yoki tarjima. Ba'athara, qalaymiqon qildi, vayron qildi, ostini ustun qildi. Ba'athara. Yub'athiru, ba'athara yub'athiru, ba'tharatan, ba'tharatun, masdar. Harvala yugadi degan gap, buni o'zingizlar chiqarasizlar. Zalzala, titradi, titradi va unda boshqa yatarvidi degan ma'nosi bor. Tara'ra, cho'ng bo'ldi, yatara'ra cho'ng bo'ldi, tara'ru'un, cho'ng bo'lish. Tamadmada, ana mushunga o'xshash chiqarasizlar tuandakilarni. Tamadmada, ig'izga suv oldi, ig'izni chayqadi degan gap. Tamadmada, yatamadmadu, tamadmuz. Itma'anna, itma'anna, yatma'innu, itmi'nan, itmi'nan. Xotirjam bo'ldi, xotirjam bo'ldi, xotirjam bo'lish. Ishma'azza, yashma'izzu, ishmi'zaz. İxşa'arani sizlar chiqarib baqinglar. Ihranjama, yahranjimu, ihrinjam. İfranqa'ani sizlar chiqarib baqinglar. To'rtinchisi, tuandagi rubai fi'llarni muayyonlashtiring va uningdan har birining babini so'zlang deydi. Rubai fi'lni topib chiqsizlar. Uningdan qaysi babdan buni bayon qilsizlar. Birinchisi, dakhalat tiflu maktabi va ba'athara al-kutuba wal awraq. Bala ishxonamga kirdi va kitoblar va varaqlarni ostini ustun qilib etdi. To'rt tarafli fi'l qaysi? Ba'athara. Qaysi babdan? Fa'lala babidan. Shunga o'xshash topsizlar. İkincisi, dag'dag'tu tifla fadahika deydi. Dag'dag'a degan gap qichiqladim degan gap. Balani qichiqladim, kuldi. Dag'dag'a qaysi fi'ldan, qaysi babdan? Bu so'z qoldi. Uchinchisi, a'tani tabibu dawa'an lil gharghara. Doktor ba'di menga dora g'arg'ara qilish uchun degan gap. Gelida g'arg'ara qilish uchun degan gap. To'rtinchisi, qala ta'ala ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Diqqat, Allohning zikri bilan qalblar arom topadi deydi. Yoki Allohning zikri bilan qalblar arom topmamdi. Va qala ta'ala faman zuhziha 'anil nari va udkhilal jannata faqad faz. Kimki do'zaxdan saqlanib jannatga kirsa utuq qozongan bo'ldi. Cho'ng utuqmi shu.
Oltinchisi fi hadisi qudusi. Hadisi qudusida qala Nabiy sallallohu alayhi ve sellem qala Allahu Teala. Dedi Allah Teala yebne Adem. Ey Adem balası qum ileyye. Bu hadisi qudusi Resulullah Allah'dan rivayet qilib deydigan. Dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qala Allahu Teala. Dedi Allah Teala yebne Adem. Ey Adem balası qum ileyye. Mana qop. Emşi ileyk. Men sana mağamen. Sen bana kopsan ben sana mağamen. Vamşi ileyye uhervil ileyk. Men tepki man, men sen tarafı yugureymen. İmam Ahmed rivayet kılgan. Yettincisi Ebi Abdullah Sunbahi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp dedi. Men temadmada ve stenfera haracet hatayahu min enfihi ve femihi dedi. Kimi ki ağzını çayqısa, yani terletiriş için ağzını çayqısa, vastenfera ve bunu çayqısa, haracet hatayahu çıktı onun hatalığı, onunki bundun ağzını çıktı. Demek terletağı vaxtda ağzını çayqısa ve bunu çayqısa, bununki özü bilmey ve bilip qıpsağan günahları məğfiret qılıdı. 8-incisi An ibn Ömer radiyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den dedi. İnna Allaha yakbalu tevbetel abdi ma lem yugargir deydi. Hakikaten Allah Teala bendenin tövbesini kabul kılıdı. Ma lem yugargir. Gargar kılmasa. Bu ne degan gap? Gargar qilish degan gap suni og'ziga quyib, yutqul qopab, undan keyin yondiradi. Yutqul qopab, undan keyin yondiradi. Mana biz gargara deb ataymiz. Demak, iymonni mushuning o'xshash qilmasa tövbeni qabul qiladi. Ya'ni tövbe qiladi, ondan keyin yana gunoh qiladi. Tövbe qiladi, undan keyin gunoh qiladi. Demak, mush g'arg'ar qilganga o'xshash, yana tövbe qilib, yana gunohga qaytib, mumaxil holatda g'arg'arga o'xshatgan bir holat bor. Demak, mana mushuning o'xshash qilsa, buni qabul qilmaydi Alloh taolo. La ba'sa bil madmadati wat tabarrud lis-sa'im. Hech qisi yo'q, la ba'sa degan hech qisi yo'q. Ig'izni chayqisa va tabarrud degan va salqindisa ro'za tutquchiga. Ro'za tutquchi salqindisa va ig'izni chayqisa chiqqanda mas'ul yo'q. 10-incisi kana an-nahwi Isa ibn Umar al-Thaqafi yataqa'aru fi kalamihi. Endi bu bir qiziq gap. Nahwiyuni grammatikunshunos degan gap. Grammatikunshunos Isa ibn Umar al-Thaqafi yataqa'aru fi kalamihi dedi. O'zining so'zida kikashlaydi. Kana kikashlaydi. Taqa'ara yataqa'ara kikashlaydi degan gap. Yana bir ma'nosi xir gap qilgan odamni taqa'ara deb ataydi. Xir. Bu odam gapida kikashlaydi ekanda, saqata yawman an himarihi dedi. Saqata yawman tushib ketdi bir kunisi o'zining ishkidan. Fajdama alayhin nas to'plashdi unga kishilar. Ishkidan tushib ketdi, kishilar unga to'plashdi. Faqala an dedi: "Ma lakum takaktum alayya katakakiukum ala zi jinna ifranqi'u anni." Kishilar atrofga joylashgandan keyin bu odam dedi: "Ma lakum nima bo'ldi sizlarga? Takakatum." Asli takaka degan gap jo'g'lash degan gap. Takakatum alayya degan gap men jo'g'lashib oldinglar. Katakakiukum ala zi jinna. Jinli qadamga jo'g'lashib olgan. Bir jin chalishib olganda bir eshakni tushib ketganga men jo'g'lashib oldinglar nima bo'ldi sizlarga? Ifranqi'u anni. Mendan yiroq turolmadan tarqab ketaman. Demak, bu grammatikunshunos bu gapini ham bu odam gapida ig'izni kekashlaydi, ammo nihoyat bir yot so'zlikni ishlatib deganda buni kishilarga. Kishilarning ko'pincha tushunmaydigan yot so'zlik, taka degan gap ijtimoa to'plash degan gap. Ammo bu kishilar ko'p ishlatmaydigan yot bir so'z. Buni haq tushunmadi-da. Faqala an-nas dedi kishilar, da'uhu qopqonli odamni. Fa inna shaytonahu yatakallamu bil hindiyya. Chunki uning shaytoni Hindistoncha, hindi tilida gap qilibdi. Tak mushunda bir gapda hamda bu. 5-incisi hada huval muraqibul jadid. Mana bu yangi kuzatchi. Endi bu yerdagi huva damirul fasl. Biz buni darsning boshida so'zlagan va damirul fasli damiru raf'in yu'ta bihi lil fasl deydi. Damirul fasli pashlik damirasi bo'lib, huva pashlik holatda bosh kelish holatida keladi. Keltirildi uni lil fasl bayna ma huwa xabar va ma huwa tabi' deydi. Xabar bo'g'ini bilan tabi bo'g'ining o'ttirisini ayirish uchun. Xabar bilan tabi'ini tabi bo'lib qolganini xabar o'zgartirish uchun demakchi. Tabi bilan xabarning o'ttirisini ayirish uchun keladi. Wala la mahalla lahu min al-i'rab. I'rabning o'rni yo'q. Faqat damir fasl deb qo'yamiz, boshqa uningga tarkib bermaymiz.
ففي قولنا sözümüzdeki هذا هو المراقب الجديد. Bu sözümüzdeki المراقب xabar berdi. وإذا حذفنا ضمير الفصل. Agar endi bu yerdagi huwa degan bu ضمير faslni tashlab etsak وقلنا va dedik هذا المراقب الجديد dedik. هذا belki huwani tashlab etdik. Endi bu vaqtda muraqib yeni xabar bo'lamdi. يجوز أن يكون المراقب بدلا من هذا deydi. Endi bu yerda هذاdan bu badal bo'ladi. Badal bo'ladi. كأننا نريد أن نقول خد biz xalayımız deyishni هذا المراقب الجديد. Bu vaqtda هذا المراقب الجديد olsa bu yeni kuzatchi degan bo'ladi. Bunda xabar kelmagan bo'ladi. Bu vaqtda muraqib xabar emas, badal bo'ladi. Xuddi biz xalayımız deyishni bu yeni kuzatchi, nashid, aktiv demakchidek bir holat shakllandi bu yerda. Xabar kelmaydi, nashid degan bir xabarni kelishga ehtiyoj bo'lib qolamiz. وكذلك في قولنا va bizning so'zimizdagi hamidun huvan najih degan so'zimiz shunga o'xshash. Kazalik degan gap shunga o'xshash. Hamidun huvan najih. Hamid u utuq qozong'uvchi. Endi an-najih bu yerda xabar oldi. Agar huwa degan domir faslini hazafna tashlasak va qulna va dedik hamidun najihu desak yajuz an yakuna najih na'atan li hamid. Endi bu yerda utuq qozong'uvchi hamid, utuq qozong'uvchi hamid desak bu utuq qozong'uvchi hamidning sifati bo'lib qoladi. To'g'ri bo'ladi. Ayyakuna najih na'atan li hamid. Najih hamidga sifat bo'lish to'g'ri bo'ladi. To'g'ri qoladi. Demak, bu yerga domir faslni akasak, bu sifat bo'lmay nima bo'ladi? Xabar bo'ladi. Demak, biz tabi bilan matbu'ninki badal bilan xabarninki sifat bilan xabarning o'tirisini farqlantirish uchun keltiriladi, ayirish uchun keladi deymiz. Buni misollarni aytib ko'p Qur'on Karimda إليك أمثلة أخرى لضمير الفصل أيضا. ضمير الفصل başka misallarını ko'rang. وأولئك هم المفلحون. أنا أشلا تقازanğucular. إن شانئك هو الأبتر. Sizinki düşmanlarınız ana ular ayga chiqmas kishilar. Qaymadagi أولئك هم المفلحون. أولئك المفلحون. Ular tuqqazanğucular bo'ladi. أولئك هم المفلحون bo'lsa, ana ular tuqqazanğucular. Bu hum o'tirisini ayiradi. هذه هي السيارة. Mana bu ماشينة. يعني هذه مبتدا هي ضمير الفصل السيارة خبر oladi. Endi darsdan ضمير fasllarninki misollarini chiqarsizlar, bu sizlarga topshiriq. Ikkinchisi adkhil al ala al khabar fi kulli jumlatin mimma yati. Vaqt ضمير fasl munasib deydi. Tuandagi hamma jumladagi xabarga alif lamni akirang va munosib ضمير faslni akirang deydi. Qarama. Hada beytun. Bu uy. Hada mubtada beytun xabar oldi. Endi al beytun degan bu xabarga aliflamni akirang deydi. Endi biz bunga aliflamni akirsak nima bo'ladi? Hadal beytu. Bu uy degan bo'ladi. Beyt hadadan badal elangan bo'ladi. Endi bunga xabarga ehtiyojli qolib qolamiz. Bu beytni cho'qim xabar qilsak bo'ldi deb qolsak, cho'qim buningga xabarlikka ayirish uchun buni ضمير الفصل akirishimiz kerak. Deymiz hada huval beytu deymiz. Bu shunga o'xshash o'zgartirgan deydi. Haula'i najihun. Ular tuqqazanğucular. Haula'i mubtada najihuna xabar. Bu xabarga aliflamni kirgizing deydi. Haula'i najihuna bo'ladi. Bu vaqtda najihun haula'idan badal elangan bo'ladi. Unda bo'lsa haula'i humun najihuna deymiz. Humun najihuna. هذه مجلة. Bu jurnal. Endi buningga o'zinglar ishlab baqing. Majalla degan bu xabarga aliflamni akirib, uningdan keyin domir faslini akib ishlab baqing. Ulaika rasibat. Buni misol ishlab baqing. Avla imtihondan o'tamaganlar. 6-si men minna yurid. Endi bu tekstimizda chiqdi. Men minna yurid. Minna ma yurid kana. Minna ma yurid. Minna degan gap men dintin, nacho biz. Bizdan degan gap, bizdan degan gap bizning bir qismimiz degan gap. Bu yerdagi men Hazihi min tab'idiyya deydi. Bu ba'zilikni bildiradigan min deydi. Fa ma'na minna, minna deganning ma'nosi ba'duna degan gap. Ba'zimiz degan bo'ladi. Buning misollarini tuting. Kul min hada degan gap. Buningdan yang desa, buning ba'zisidan yang degan gap. Buning bir qismini yang degan gap. Kul min hada, buning bir qismini yang. Minat tullabi man ya'rifu al-ingliziyya. O'quvchilardan ingliz tilini biladiganlari bor. Minat tullab man ya'rif. O'quvchilardan man degan bir kishiki ya'rifu biladi ingliz tilini. Ya'ni o'quvchilardan ya'ni
Ba'zi o'quvchilar ingliz tilini biladi. Va minhum man ya'riful fransiyya va ularning ba'zisi fransuz tilini biladi. Qala ta'ala dedi Alloh taala va minan nasi man yaqulu amanna billahi va bil yawmil akhir va ma hum bimu'minin. Va minan nas kishilardan degan gap kishilarning ba'zisidan Allohga ishandiq, amanna billah, Allohga ishandiq va bil yawmil akhir, qiyomat kuniga ishandiq deydiganlari bor. Va ma hum bimu'min, ular mu'min emas, ular munofiqlar. Qaranglar, va minan nas kishilardan, ya'ni kishilarning ba'zisi. Men degan gap bir kishiki deydi Allohga va qiyomat kuniga ishandiq deydi. وقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون ومما degan gap min ma razaqnahum yunfiqun. Rizqna degan gap rizq berdik hum ularga yunfiqun chiqim qiladi ular. Ya'ni biz ularga rizq bergan narsadan mimma degan gap min ma rizq bergan narsadan ular chiqim qiladi. Chiqim bir rizq bergan narsadan ba'zidan degan gap. Anta min ahsanit tullab. Siz o'quvchilarning eng yaxshisi deganga o'xshash. 7-si afa'ishta fi Fransa. Fransiyada yashadingizmi? Qarang, afa'ishta. Asli aishta. Aisha yaishidan chiqqan gap. Bu fan nimaning fa'si degan gap atf harfi bog'lash uchun kelgan deymiz. Endi bu bog'lash uchun keladigan harf alif bilan birga gap qolsa, cho'qim hamzatul istifhomning keyindan keladi. Deydi, hamzatul istifhom ilgari bo'ladi atf harflarga. Mayli bu atf harfi fa olsun, vo olsun, thumma olsun. Masalan, avalam yanzuru. Qarab baqmamda ular. Aslida vo atbining alam yanzuru shundaqo. Vo hamzatul istifhomdan qana keldi? Keyin keldi. Afalam yasiru. Belki famu hamzatul istifhomdan keyin keldi. Thumma idza ma waqa'a amantum. Demak, belki thumma hamzatul istifhomdan keyin keldi. Thumma fa vo hammasi atf harflari. Va akhawatuha dedi. Endi uningki qarindoshlari, hamzatul istifhomning qarindoshlari, hamzatul istifhomning qarindoshlari qaysi? Shuning o'xshash savol so'rash uchun keladigan qo'shimchalar. Hal masalan. Va uning qarindoshlari kechikadi atf harflaridan. Ya'ni atf harflaridan keyin keladi. Faqat hamzalar atf harflaridan ilgari keladi, uning qarindoshlari keyin keladi. Masalan, fa hal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Qarab qolgan bo'lsak, bu fa degan atf harf hal degan istifhomdan ilgari keldi. Adkhil vawul atfi ala hatayn al-jumlatayn. Buni tushungan bo'lsanglar, tuandagi ikki jumlaga vawul atfini kirgizing. Diqqat, hamzatul istifhomdan keyin atf harfi hamzatul istifhomdan keyin keladi. Atf harfi haldan keyin haldan ilgari keladi deymiz. Ajaa mudarrisuna judud. Yangi o'qituvchilar keldimi? Endi bu jumlaning beshiga vawul atfini kirgizib baqinglar. Hamzatul istifhomning beshiga kelamdi, undan keyin kelamdi. Hal hada jaiz? Bu to'g'rimi? Endi bu jumlaning beshiga vawul atfini kirib baqinglar. Halning beshiga kelamdi, haldan keyin kelamdi. Bu sizlarga topshiriq. 8-si va iz qala Ibrohimu. Ibrohim dedi deb biz buni tekstda to'xtalmadik. Endi bu yerda to'xtalamiz. Endi bu yerdagi iz degan nima desak, bu maf'ulun bih bu yerda. Maf'ulun bih. Qani bu maf'ulun bih deganga fe'l ketadi. Qani u fe'l desak, li fi'lin mahdhuf. Tashlanib ketgan bir fe'l bor uning oldida. Uning taqdiri nima? Uzkuru degan gap. Uzkuru aslanglar. İbrahim mandaq degan vaqtni qanday qilgan aslanglar degan gap. Demak, bu yerdagi izn bo'ladi, maf'ulun bih deb tushunasizlar. Chunki uzkuru degan fe'lning maf'ulun bihsi. Uzkuru degan fe'lni beshda taqdir qilamiz. 9-si mavta. Bu meyyitning ko'pligi. Bu qaysi xil o'lchamda ko'plik qilindi? Fa'la o'lchamida ko'plik qilindi. Mavta. G'ayri munawwanin dedi. Bu tanvin o'qilmaydi. Nimishqa? Li'annahu mamnu' min as-sarf. Chunki u mamnu' min as-sarf. Endi fa'la o'lchamiga asosan tuandagi ismlarning ko'pligini keltiring. Marid fa'la o'lchamida. Marda. Qatil qatla. Jarih jarha. Asir asra. Sari' sar'a. Ahmaq hamqa degan gap. Marid kasal, qatil o'lik degan gap. Jarih yardar. Asir sari' degan gap. Yatqan degan gap. Ahmaq degan gap. Ahmaq.
11-si Rabbi erini. Endi Rabbida yani tushib ketgan dedik. Qaranglar. Rabbi erini. Rabbi aslisi Rabbi ya Rabbi. Bundan yadan birisi beşi tushib ketgan. Ya Rabbi. Asli Rabbi degan ey Rabbim deymiz. Chunki beşi yadan birisi bor, bu mutakallimning keyin yasi bor. Bu qana qilgan tushib ketgan. Ya Rabbi buning aslisi. Tushib ketdi undan nido harfi va mutakallimning yasi tushib ketdi. Nima bo'ldi? Rabbi bo'ldi. Bu misal lil munada al mudaf ila ya al mutakallim. Mana bu mutakallimning yasi mudaf bo'lgan munodaninki misoli. Mutakallimning yasi mudaf bo'lgan munoda, ya'ni chaqiruvchining misoli. Demak, mutakallimninki yasqa mudaf bo'lgan munodada shunday tashlab o'tish to'g'ri. Buningki endi qaranglar. Mutakallimning yasini tashlab o'tdik. Asl Rabbun shunday, Rabbun. Mutakallimning yasi kirgandan keyin Rabbi deb o'zgardi, chunki yazir o'qiladi. Shuning masalada Rabbi deb zir o'zgardi. Yani tashlab o'tgandan keyin buni Rabbi deb shu zir o'qilgan peti qilib qo'ydik. Shunda o'qamdik, buni asli holatiga qaytaramdik deganda yajuzu fi ya'ihi khamsatu awjuh dedi. Uning yasida 5 yo'l to'g'ri. 5 yo'l to'g'ri. Hazfuha u mutakallimning yasini tashlab o'tish ma'a baqa'il kasra zirlikning qilib qilishi bilan. Rabbda zirlikning qilib qilishi bilan. Ya Rabbi degan o'xshash. Bu yerda mutakallimning yasini tashlab o'tdik, ammo ba zir holatda qilib qoldi. Va hada huwa al-akthar. Bu eng ko'p ishlatiladigan shakli. Ikkinchi xil shakli isbatul ya sakina. Şu yani sakinli holatda isbotlash. Muqim tug'izish. Ya Rabbi. Mana var ya Rabbi ma asli holati. Hada dun al-awwal fil kathra dedi. Bu ko'p ishlatilishda birinchisidan tunda turadi. Ya'ni ma'nodan qapqasi ma'qil shaklda ko'p ishlatiladi. Üçüncüsü isbatul ya maftuha. Endi yani zivr holatda bekitish. Ya Rabbiya deb. Ya Rabbiya. Bu mu to'g'ri? Dördüncüsü yani elif qo'yotgash. Ya Rabba. Bu mu to'g'ri? Ba'zida qo'shilib keladi ha u sakdi. To'xtashning hasi indal vaqfi. To'xtagan vaqtda. Ya Rabba deb keyin ya qo'shilib keladigan holatda. Beşincisi yani elif qo'yotgash. Va elif qo'yotgan bo'lgandan keyin tashlab o'tish. Bu vaqtda baqanda holat qoladi, zivr holat qoladi. Wal istighna'u anha bil fatha. Va u alifdan ya nim bilan fatha zivr o'qish bilan bihojat bo'lish. Istig'no degan bihojat bo'lish. Ya Robba. Bu mu to'g'ri? Ya Robba bo'lgan vaqtda bu alifga o'zgartirilib, asli ya Robbidiki ya alifga o'zgartirilib, ya Robba bo'lib, undan keyin alifni tashlab atgan, shunga bu zivr holatda qolib qolgan, alifdan bihojat bo'lish uchun zivr holatda qolib qolgan deymiz. Başlı yo'lning hammasi to'g'ri. Bu yo'llarning hammasi bu so'zimizga jug'lashadi. Rabbi bu birinchi xil shakli, Rabbi bu ikkinchi xil shakli, Robba uchinchi xil shakli, Robba to'rtinchi xil shakli, Robbiya yani zo'r o'qish beshinchi xil shakli. O 11-si idahum yastabshirun. Idahum yastabshirun. İza kana cevabı şart cümle ismiye. Endi biz ilgirki saatlik darslarimizda shartning javobi jumla ismiya bo'lib qolsa, bu javobga fa'a gishib kelish kerak degan. Va idza dhukira allazina min dunihi idza hum yastabshirun. Idza da bir shart bor shunda-ku. Bunda shartning javobi jumla ismiya bo'lib qolsa, hum yastabshirun bu jumla ismiya. Jumla ismiya bo'lib qolsa fa bil agishib kelish kerak degan. Endi bu oyat karimada fa bil agishib kelmadi. Bu qoidamizga qarasak hisob to'g'ri bo'lmagandek. Unda emas. Kama alimda. İlgari o'rganganingizdek fa agishib kelishi kerak. Wa yajuz iqamatu idhal fujaiyya maqamul fa'il. Yani bir qoida borki, idhal fujaiyya fa'ning o'rnida tursa bo'ladi. Demak, fa akami fa'ning o'rniga idhal fujaiyani akasakmoqchi bo'ladi deymiz. Onun ikincisi wa man yudlilillahu. Aslida dalla yudillu. Oxiri tashdidban pilninki. Bu yerga yudlil deb tashdidban yishilib ketdi. Wa man yudlilillah deb ikkidan lamga yishilib ketdi. المضارع المجزوم بالسكون والأمر المبني عليه من الفعل المضاعف deydi. Mudaaf fiilden dalla degan tashdid o'qilgan mudaaf fiilden emir mudaaf fiilden qurilgan emir va sukun o'qilgan fi'l mudari to'g'ri bo'ladi uningda idg'am qilish va fak degan gap, yishish degan gap. Idg'am qilib
qilsaqmi to'g'ri, yeyishmasaqmi to'g'ri. Masalan, amr va sukun o'qilgan fe'l mudori bu ikki xilda. Masalan, lam yashudda. Lam kirsa fe'l mudori sukun o'qildi. Shundaqo. Buni yashmi, lam yashudda deb o'qisaqmi bo'ladi yoki yeshib etib lam yashdud desak, bu to'g'ri bo'ladi. Shudda bo'lsa yash degan shudda bo'lsa bu fe'l amr bo'ldi. Endi buni yeshib etib ushdud desakmi bo'ladi. Buning misoli Qur'on Karimda ko'p. Va fit tanzil Qur'on Karimda wahlul asli hal wahlul uqdatan min lisani. Bu yerda fe'l amrni qanday qilib ketgan, yeshilib ketgan. Demak, qoida shuki, mudaaf tashdidlik qo'sh o'qilgan fe'llarda mudori sokin o'qilib qolsa va fe'l amrida yishib ikki lamni shu qo'sh o'qilgan harfni yishib akasakmi to'g'ri, tashdid holda akasakmi to'g'ri. Onun üçüncüsü kema yetekellemu ehli Fransa. Fransiyalik ehli sözlegendek degan bu cümledeki ma'nın türü nima? Kema bu kap dek degan gap shunday ku, ma degancha. Bu yerdagi ma'nın ma'nosi nima va turi nima? Biz ma'nın har xil turlarini o'rgandik. Istifhomni o'rgandik, ism mavsumni o'rgandik, masdariyatni o'rgandik. Bu endi bu yerdagi ma'no nimaning ma'nosi? Bu sizlar qildi. Tercih qilsam diqqat qiling. Fransiyalik so'zligandek unda bo'lsa ma'no turi qanday ekan, bu sizlarga topshiriq. 14-si julutning birligi nima? Buni topsizlar lug'atdan. 15-si tuandagi hamma fe'lning boblarini so'zlang. Istanfara degan gapmi? Burniga suv oldi, burnini chayqadi degan gap. Taqa'ara degan gap kekashlab gap qildi yoki xir gap qildi degan gap. Istabshara xo'sh bo'ldi. Lana degan gap yumshidi. Bu fe'llarningki boblarini bayon qilsizlar. Bu sizlarga topshiriq. 16-si ma'lam yug'arg'ir. Endi qaranglar, g'arg'ar qimisa. Lam g'arg'ar qimidi macho. Bu yerdagi ma bu yengma. Biz bugun o'rganmoqchi bo'lgan ma. Endi bu nimaning ma'nosi deganda, buni muddatning ma'nosi deb tushunsangiz bo'ladi. Muddat ma'nosida keladi. Ya'ni ma'lam yug'arg'ir esa ashu g'arg'ar qimisilar. Demak, o'sha bir muddatni so'zdi. Ya'ni muddati adamil g'arg'ara. G'arg'ar qilmagan muddatda degan bo'ladi. Qaranglar, hadihi ma al-masdariyya az-zarfiyya. Endi buni bugungi darsimizda ma'ul masdariyya zarfiyya deb tushundirdi. Bu eng o'lchamli tushundirish. Bu zarfiyatni va masdarninki nimasi? Ma'si. Zarfiyya vaqtni bildirdi, muddatni degan gap shu. Bunun misallarini tuting. Birinchisi sayabqal islamu ma baqiyal alamu. Bu keyindan kelgan fe'lni masdar qiladi. Shundaqla muddat ma'nosida keladi. Zarf, vaqt. Qab qoladi islom, dunyo qab qolgan muddatda deymiz. Buni uyg'ur tilida dunyo qab qoladi ekan, islom qab qoladi deb tarjima qilamiz. Shuni tushunishing uchun muddat tarjimasini qo'shib qilib berdim. Ya'ni muddatu baqal alam. Dunyo qab qolgan muddatda degan gap. Ati'uni ma ata'tulloha va rasulahu. İtaat qilinglar menga Alloh va uning elchisiga itoat qilgan muddatda. Ya'ni Alloh va uning elchisiga itoat qilsamlar menga itoat qilinglar. Ya'ni muddata itoatilloh va rasulahu. Alloh va uning elchisiga itoat qilgan muddatda degan gap. Ijlis fi hadal kursi ma lam ya'ti sahibuha. Bu o'rindiqda o'lti uningki egisi kelmaslar. Ya'ni bu o'rindiqda o'lti uning egisi kelmagan muddatda. Bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Endi sizlarga beriladigan muhim topshiriq, sizlar biz ilgirki soatlik darslarimizdan boshlab o'rganib kelayotgan fe'llarning babini yodlaysizlar. Bu sizlarga nihoyat muhim bir topshiriq. Sulasi mujarrad 6 bab, sulasi mazid 12 bab. 18, ondan keyin rubai mujarrad 1 bab, 19, rubai mazid 3 bab, jami 22 bab. Mana bu arab tilidagi fe'llarningki so'z yasalish harf soni bo'yicha ayrilgan qismi. 20 babga bo'linadi bu 22 babga. Sizlar shu 22 babni to'liq yodlaysizlar. Unda o'rtoqlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.